Mavsumning eng muhim o'yinlaridan biri Kubok yarim finali. Toshkentning Paxtakor va Samarqandning Dinamo jamoalari maydonda to'qnash kelyapti. Paxtakor 4 himoyachi bilan boshlayapti. Sodirqulov va Jumaboyev qanotlarda himoyada birgalikda jonli efirda tomosha qilamiz. Doston Rahmonov ruxsat berdi. Dastlab Paxtakor o'yinni boshlayapti. Farg'onada Neftchiga o'tkazib qo'ydi. Hozir mezbonlarning hujumi. Aziz Turg'unboyev zarba yo'lladi. Azizning chap oyog'i ancha xavfli. Hakam ruxsat berdi. Yuqoridan pas. Sergeyev to'pni uzoqlashtirdi. Xavf to'liq bartaraf etilgani yo'q. Yana Anvarjondan to'g'ridan-to'g'ri darvozaga zarba. Nazarov o'z o'rnida. Bashar chap qanotda yuqoridan jarima maydoni ichiga to'p yetkazilmoqda. Ibragimovdan pushka va darvozabon Edem Nemanov. Dinamo raqibning pressingidan juda oson chiqib ketdi hozir. Hujumga ham o'tmoqda. Jahongirbek Abdusallomovdan ajoyib pas, zarba va gol. Anvarjon Hojimirzayev to'pni darvozaga yo'llagan edi, lekin o'yindan tashqari holat. Offside. Gol inobatga olinmadi. O'yindan tashqari holat. Offside-da turgan ekan. Tatbiq etilgan. Bashar Resan chap qanotda hudud bor, qochayapti iroqlik legioner. Jarima maydoniga kirdi Bashar. Pas kerakmi, zarbami? Hozircha tayyorgarlik. Mana endi zarba yo'llandi. Bu qadar kuchli emas va Nemanov to'pni ushlab oldi. Qodirqulov, Sanjar o'tmadi uning pasi oldinga. Hojiakbar Alijonovdan ajoyib pas. Bashar Resan. Qanday imkoniyat va juda ham noaniq zarba. Alijonov jamoadoshini juda qulay imkoniyatga olib chiqqan edi. Ajoyib pas. Jamoadoshini ko'rda ochilayotganini to'pga yetkazdi. Offside yo'q ekan. Offside yo'q ekan, qadrli do'stlar. To'pni oldinga yetkazib berdi va Doston Rahmonov shu pallada birinchi bo'limni yakunlayapti. Ikkinchi bo'lim qiziqarliroq, gollarga boy o'tadi degan umiddamiz. Xavfli vaziyatlar borasida qolishmadi. Ikkinchi taym boshlandi. Ikkinchi taymni mehmonlar boshlab berishmoqda. Bashar Resan o'tkazib yubordi qanotdan oldinga to'pni. Dilshod Saitov oldinga o'tmoqda. Pas jarima maydoniga. Sergeyevdan bosh bilan zarba. Dinamo jamoasidan Jahongir O'rozovga sariq ko'rsatildi. Yagona ogohlantirish. Sobir Xo'jayevdan yaxshi harakat. Bashar chap qanotda, Resan o'tkazyapti to'pni. Aziz Turg'unboyevdan jarima maydoni tomon pas va Edem Nemanov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Anvarjon Hojimirzayev qabul qildi. Jarima maydonida yuqoridan pas. Emekadan zarba. Juda ham noaniq. Dinamo B guruhida kurashni boshladi. Surxon, Andijon bor edi, Lochin bor edi. Qashqadaryoning Lochin klubi birinchi o'rinda oldi. Samarqandliklar hozir mehmonlarning hujumi. Firdavsdan zarba. Noaniq ketyapti to'p. Dinamo 8 dan 1 finalda Lochinni 5-0. Alijonovdan pas. Turg'unboyevdan bosh bilan zarba va o'yindan tashqari holat. Plitnyov o'tib keta olmadi. Bo'riyev yaxshi o'ynadi. Ibragimov
Hoji Akbar Alijonov o'ngga, Hamdamov, Sanjar unga qarshi. Alijonovdan pas ichkariga bosh bilan zarbanchigina xavfli edi. Ibrohim Ibragimov zarba yo'lladi. Bashar Resan, Bashar Sergeyevni to'p bilan ta'minladi. Igor jarima maydonida aldadi, zarba yo'lladi, aniq edi va darvozabon to'pni ushlab olyapti. Nemanov Dinamo jamoasida charchoq ko'zga tashlanayotgandek. Alijonov hozir xatoga yo'l qo'ydi. Firdavs Abdurahmonov jarima maydonida raqibni aldadi, zarba yo'lladi. Nazarov jamoasini goldan qutqarib qolyapti. Vladimir Hoji Akbar Alijonovning xatosi Paxtakorga qimmatga tushishi mumkin edi. Pas bergan ekan. To'pni oldinga tepib berdi. Asosiy 90 daqiqada g'olib aniqlanmadi. Kubok yarim finalida Paxtakor Dinamo 0-0 gol ko'rmadik. Hakam ruxsat berdi. 15 daqiqadan ikkita time. Jahongir O'rozov, Sanjar Qodirqulov, markazga aniq pas Oybek. Yaxshi imkoniyat bor. Anvarjon Hojimirzayev qoldirdi to'pni. Oybek aldadi, zarba yo'lladi, noaniq ketyapti. O'rmonjonov, Bashar Resan yuqoridan to'pni yetkazyapti. Sergeyev juda ham noaniq zarba. Igor o'zi ham norozi bo'ldi. Ibragimov, Sobir Xo'jayev, Hojimat, Erkinov, Saidovga to'pni yetkazib bermoqda. Saidovdan pas, zarba Sergeyevdan noaniq ketyapti. Igor Sergeyev nafaqat hujumda, balkim himoyada ham yordam beryapti. Birinchi qo'shimcha bo'lim ham tugadi. Davom etamiz. Hal qiluvchi so'nggi 15 daqiqalik. Agar gol bo'lmasa, seriya. Tayyor turing. Jahongir O'rozov chap qanotga to'pni yetkazib bermoqda. Behruz Abdullaqulovdan chiroyli harakat. Fint o'tdi. Jarima maydoni ichiga pas, zarba yaqin burchakka. Anvarjon Hojimirzaevning zarbasidan so'ng Nazarov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. Navbatdagi seyfni yozib qo'ydi Nazarov bir necha marta mana shunday seyf namoyish qildi. Ya'ni Dinamoda ham xavfli vaziyatlar ko'p bo'lyapti. Aniq bilmadim. Ferrera, Anvarjon zarba va Muhammad Qodir Hamraliyev hozir to'pning yo'nalishini o'zgartirdi. Hamraliyev qaysidir ma'noda qutqardi. Paxtakor muxlislariga qaratilgan ishoralar. Bo'ldi, vaqt tugadi. Vaqt yakunlandi. Endi seriya. Bu yog'iga omad. Mana bu qaydlar ham bor ekan. Kim qayerga tepadi? Mana Edim Nemanovga ham ma'lumotlar tushirilgan. Suv idishi taqdim etilmoqda. Sardor Sobir Xo'jayev gapiryapti. Anvarjon Hojimirzayev nutq so'zladi.
Demak, barchasi tayyor. Hakam ruxsat berdi. Marko zarba va to'p to'singa tegib qaytmoqda. Xato qildi Marko. Juda kuchli zarba. Faqat bu to'p to'sinni titratyapti. Ruxsat berdi hakam. Zarba va gol. Jumaboyev o'ng oyoqda zarba yo'llaydi. Odatda hakam ruxsat berdi. Jaloliddin qaytarib bo'lmaydigan zarba bilan hisobni tenglashtirmoqda. Burchakka yuqoriga aniq kuchli zarba. Boriyev xo'sh, qanday zarba yo'llaydi? Aldadi darvozabonni 2-1. Ishonch bilan tepdi Abdurauf. Anvarjon juda ham muhim palla. Jamoa sardori, yetakchisi. Darvozabon qaytarmoqda Nazarov. Ustunlik Paxtakor tomoniga o'tib ketyapti. Aniq tepdi, faqat zarbaga kuch yetishmadi. Nazarov to'pning yo'nalishini topdi. Dostonbek Hamdamov. Zarba! 3-1. Endi Dinamoda kimdir xatoga yo'l qo'ysa, bo'ldi, seriya tugaydi. Bu galchi zarba va hisobni qisqartiryapti. Intrigani saqlab qolmoqda. Hal qiluvchi zarba bo'lishi mumkin. Hakam ruxsat berdi. Ibragimov urdi va Dinamo seriyada imkoniyatni boy beryapti. Paxtakor O'zbekiston Kubogi finaliga yo'l olmoqda. 18-marta yo'l olyapti va 14-kubokni qo'lga kiritish uchun kurashni davom ettiradi. 4-2 seriyada. Kamoliddin Tojiyev yurishni shogirdlari bilan davom ettiradi.